Ko'z o'ngimda bepoyon bog'lar, yaproqlarda tillarang g'ubor, yaqinlashib qolgandek tog'lar, havo shunday tiniq, beg'ubor. Hamma o'zini uyda sharoitiga qarab ko'paytirishi mumkin. Albatta bu mavzudan foydalanishimiz kerak. Mana taklif qilamiz. Juda chiroyli gullarimiz ko'p. Bozorlarda ko'p sotishadi-da, ko'pchilik olgan, biladi. Assalomu alaykum. Biroz avval o'qiganim O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronning qalamiga mansub misralar edi. Ko'z manzarasi barchaga ilhom bag'ishlaydi. Nafaqat ijod ahliga, balki bog'bon va dehqonga ham. Demak, bog' aro sayr qilib, kuz mavsumida qilinayotgan ishlar bilan tanishamiz. Ilk lavhamiz esa tajribali mutaxassis Fotima Usmonova tomonidan Qibray tumanidan tayyorlangan. Marhamat. Assalomu alaykum. Men sizlar bilan bugun shlovidniy flux gulini, ko'chatini ko'rsataman, bo'lib ko'paytirishi. Hozir bizda sentyabr oyi, ayni gullarni bo'lib ko'paytiradigan payt. O'shanga hozir qanday bularni ko'paytirishni ko'rsatib beraman. Hamma o'zini uyda sharoitiga qarab ko'paytirishi mumkin. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana ildizlari baquvvat, chiroyli, kasal emas. Shlovidniy flux landshaftda juda yaxshi ishlatiladi. Faqat nim quyosh tushadigan joyga ekish kerak. Tikka quyoshga ekib bo'lmaydi. Chunki buni gullash vaqti ayni quyosh tikka ko'tarilgan paytda, isib ketgan paytda gullaydi. Keyin gullari nozik bo'ladi, kuyib qolish ehtimoli ko'proq. O'shaning uchun nim quyosh tushadigan joyga eksanglar zo'r bo'ladi. Bu ko'p yillik, qishda baylari ko'mka o'tiradi. Erta bahor mana shu baylarini orasidan yangi bo'g'imlardan yana ham ko'proq bo'lib shoxlab ko'payishni boshlaydi. O'sha joydan g'uncha berib gullashni boshlaydi. Buni ko'payishi mana shu bitta anaqani o'zidan tegidan qaynab chiqib kelaveradi. Keyin yotgan joydan ham ildiz berib, buni ko'mmasangiz ham bo'ladi, o'zi ildiz berib yopishib o'sib gilam bo'lib ketaveradi. Hozir men sizlarga buni ko'paytirish yo'lini ko'rsatib beraman. Mana buni tagiga drenaj qilishimiz shart, chunki bu ham suv yig'ilib qolishini xohlamaydi. Ozgina solsa bo'ldi, suv chiqib ketishiga yordam bersa bo'ldi. Pinoplast или keramzit. Ozgina o'g'it solamiz. Mana ko'chatda patey ildiz shunday ekib qo'yasiz, bo'ldi. Bu yana ham yaxshiroq ko'paysin desangiz, mana bu joyidan olib shunday turpon tagiga ko'mib yuborsangiz, o'sha yerdan ham ildiz beradi, kompaktniy bo'lib tuvi to'ladi bahorgacha. Mana ekib qo'ydik, suv berasizlar. Suv berilganda tagidan suv chiqish kerak tuviga. Chunki faqat yuzi joyi nam bo'lib, qolgan joyda agar suv bo'lmasa, bu qiynalib qoladi. Qilqillab ketganlari bo'lsa, 2-3 tani bitta qilib eksanglar ham bo'ladi. Baquvvatroq bo'ladi. Buni tog'li landshaftlar qilishadi-yu, o'shanaqada ham rosa zo'r ishlatiladi. Faqat nim quyosh tushib o'tadigan joyga ekish kerak. Tikka quyoshda baylari quvjirab kuyib ketadi. Men o'zimni hovlimda ham bu o'sha nim quyosh tushadigan daraxtlarni tagida saqlayman. Erta bahor va pishi juda ham chiroyli bo'lib gullaydi.
Rangi havorang rangi. Noziklarini 2-3 dan bitta qilib ekaman. Keyin buni bitta jihatini aytib o'tishim kerak. 2 yilda buni olib, joyini o'zgartirib, yerini chopib, o'g'itli yer solib, boshidan ko'chirib ekib yuborish kerak. Chunki bu o'g'itlangan yerda rosa zo'r o'sadi. Oddiy sariq tuproqda yaxshi o'smaydi. Keyin suv sepganinglar sari ildizi ochilib qolishi mumkin, chunki yuzalab yuradi buni ildizi. Ildizi ochilib qolishi kerak emas. 2 yilda bu ko'payib ketadi. Keyingi joylaringizni ham ko'paytirib olishingiz mumkin. Surib ekib ketaverasiz. Suv quyish kerak. Bitta 14 li tuvaydan, bu 14 li tuvay deganimiz 1,5 litr degani. Shu bittadan 4 ta 600 milligramli tuvayda ko'paytirib ajratib oldim mana. Bittadan 4 ta. Bu degani, misol uchun agar bunaqa tuvayingizdan 4 ta 5 ta bo'lsa, 1 kvadrat joyingizga yetadi-da. Shaxmatniy porядкада ekib chiqiladi. Endi yana bitta gulimiz bor. Bu verbenik manechti deyiladi. Tikka quyoshda yaxshi o'sadi. Nim quyosh tushadigan joyda ham yaxshi o'sadi-yu, mana joyimizni yarmi daraxt, yarmi quyosh tushib o'tadigan bo'lgani uchun quyoshda o'sganlari tilla rangda bo'ladi, salatoviy och tilla rangda. Soya joyda o'sgani mana bunaqa to'q yashil rangda bo'ladi, tikka quyoshda o'sgani och yashilda bo'ladi. Bu keyin tangaga o'xshab sariq bo'lib gullaydi. O'zini yotgan joyda mana bunaqa ildiz beradi. Shuni yerga eksanglar, gilam bo'lib o'sib ketaveradi. Qishda baylari jigarrang rangga kiradi. Bahor kelishi bilan, yer qizishi bilan yana yam-yashil bo'lib, kerakli hajmdagi joyingizni yopadi. Buni ekishdan oldin, misol uchun hozir agar ekaman desangiz, yerga buni mana bunaqa kesib olib turib, shunda yer o'ziga ko'mib ketaveriladi. Mana bunda ko'mib qo'ysa ham yerga deb tushuntiryapman hozir. O'sha joydan ildiz olib ketaveradi. Lekin biz mana bunaqa tuvaylarga ekib ko'paytiramiz. Bunga drenaj qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Chunki o'zi kaprizniy gul emas. Mana shunday qoldiraverasiz. Mana bu ildiz chiqqanlarini ko'mib qo'ysa, tezroq tutib oladi. Suvi yaxshi ko'radi. Quyoshli joyga qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki quyoshda buni rangi juda ham chiroyli bo'ladi. Hozir mana shu tuvayni bo'lishni ko'rsataman. Biz mana baklashkani tagiga qilganmiz. Buni ikki tomondan kessam, o'zi shunday qolipda buzilmasdan chiqadi. Landshaftda rosa yaxshi talabdagi gul. Mana. Qiyin joyi yo'q. Pichoq olamiz. Orasini ochib turib, xuddi pirog kesgandek kesib, bittadan 4 ta baqvat ko'chat qilsa bo'ladi. Buni endi mana ildizlari toza, chiroyli, hech qanaqa kasali yo'q. Shu tiydan chiqib kelaveradi. Mana turpoq o'sha biagomus, torf, perlit aralash yerga ekiladi. Buni eski yerlarini salimdoq qoqib tashlash kerak. O'shanda yangi tuproqli yerda tez o'rnashib oladi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek, xuddi mana shu tuvayda o'sayotgandek o'zini his qiladi. Suv beramiz. Shunda tuvay yerga urib, plotni o'tirish kerak.
и suv quyiladi. Suv quyganda o'sha tagidan suv chiqib ketishi kerak. Birinchi 3 kunda har kuni, keyin yerini, tayin namligini ketmaganligiga qarab suv beriladi. Ko'p yillik landshaftda yaxshi ishlatiladi, yerga ham eksa bo'ladi, tuvaylarga eksa bo'ladi. Tuvaylarning chetidan qaynab pastga osilib tushadi. Kaskad hosil qiladi. Aprel-may oylarida gullaydi. Gullari juda ham chiroyli, sariq tangadek bo'ladi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Manzarali o'simliklarni qanday qilib bo'lish, ko'paytirish bo'yicha tushunchaga ega bo'ldik. Endi esa bu jarayonda muhim bo'lgan yana bir omil haqida gaplashamiz. Yashil belgi nima? Bu haqda Yangiyo'llik agronom Muhammad Bobur Sultonov ma'lumot beradi. Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchi, boshqacha qilib aytganda sizlarga ozgina ko'rsatib bermoqchi bo'lgan mavzu bu ekologik markirovka deb ataladi. O'zbek tilida yashil belgi olish. Yashil belgi nima uchun kerak? Yashil belgi bizga bugungi kunda juda ham muhim narsalardan bittasi. Ya'ni eksport salohiyatini oshirish, nafaqat eksport salohiyatini oshirish, balki aholini ekologik toza mahsulot bilan ta'minlash uchun ham juda ham muhim bo'lgan vazifalardan bittasi. Hammamiz bilamiz, hozir nima ko'p? Ali Zovet apteka ko'p. U yerda kimyoviy vositalarni ko'ryapsizlar. Xilma-xil kim hozir ali bolalarga morojniyni har xil chiroyli qilib ko'rsatgandan ham chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganda odamlar kimyoviy vositalarga yopishyapti. Buni oqibatida hasharotlarning keskin qirilib ketishi, mana o'zingizlar ko'rdinglar, yaqinda mana asalarini qirilib ketganligi holatlari ko'rildi. Shu kimyoviy vositalarning oqibatida biz mana shu narsani yo'q qilish uchun, yo'q qilish emas, nima desak bo'ladi, imkoniyat darajasida kamaytirish uchun hozir nima ishlar qilishimiz kerak ekanligi to'g'risida suhbatlashamiz. Dehqonchilik juda ham katta ilm, buni sirlari juda ham ko'p. Bu yerda bir narsani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Yashil belgi olish uchun, ya'ni bu yerda faqat yashil belgini olish emas, aynan o'sha standartlarga javob beradigan mahsulotni yaratish uchun biz ancha mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Albatta bu mehnat samarasini bermasdan qolmaydi. Dunyo bo'yicha yashil belgi berilgan o'sha ekologik toza mahsulotlar qimmat turadi. Buni biz agar eksport salohiyatini respublikani oshiramiz deydigan bo'lsak, albatta bu mavzudan foydalanishimiz kerak. Bu imkoniyat. Bu imkoniyatlarni o'zimizda tatbiq qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Avvalambor biz kimyoviy vositalardan voz kechishimiz kerak. Qanday qilib voz kechamiz? Axir hasharot yeb qo'yadi yoki bo'lmasa dori bermasa, mana selitra yoki bo'lmasa karbamid bo'ladimi, yoki fosforli o'g'itlar bo'ladimi, kaliyli o'g'itlar bo'ladimi? Hammasini bermasak hosil bo'lmaydi-ku dalada degan fikr bor hammada. Albatta bu bir tomondan to'g'ri, ammo agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, busiz ham mahsulot olish mumkin. Balkim bunaqangi tezlik bilan ola olmasmiz, lekin xavfsiz olamiz. Mana shu to'g'risida hozirdan qisqacha qilib gapirib berdim, lekin qanday qilib olish haqida ko'rsatib bersam, menimcha ma'qulroq bo'ladi. Mana bu yoqqa qarab ko'ramiz. Ekologik toza mahsulot olish uchun albatta ekologik toza xomashyodan foydalanish kerak. Buning uchun mana bu ko'rib turgan joylarda yog'och, barg chirindilari, rus tilida listovoy перегной deydi. U juda ham ularda ko'p ishlatishadi. Shulardan foydalanamiz. Mana bu chuqurimizda umumiy hajmi 10 kubometrdan yuqori. Lekin bundan ham katta qilsa bo'ladi, kichik qilsa bo'ladi. Shu yerda biz hovlidan chiqqan hamma nima desam bo'ladi, endi axlatsak bo'lmaydi, chiqindilarni hammasini mana shu yerga tashlaymiz. Bu yerda yog'och, nima bo'lsa umuman chirish imkoniyati bo'lgan barcha narsani qog'ozdan tortib hammasi tashlanadi. Bu yerda 2 yilda mana shu ajoyib gumus paydo bo'ladi. Mana bu gumus juda ham chiroyli ko'rinsa kerak deb o'ylayman.
Avvaliga buni elakdan o'tkazib olamiz. Albatta elakdan o'tkazmasa ham bo'ladi, lekin ichida tosh, shisha siniqlari ham, endi ro'zg'ordan chiqqan narsalar hammasi bo'lganligi uchun ko'proq plastmassa, morojniy qog'ozlardan tortib, konfet qog'ozlarigacha hammasini bolalar tashlaydi. Bularning hammasini chirishga tashlaymiz. Chirigan qismi chirib ketadi. Qolgani ikkinchi marotaba yana chirishga tashlash imkoniyati bor. Bu juda ham qiziq. Buni alohida bitta mavzu qilib, bu haqda ham gapirib beramiz. Mana bularning hammasini chelakka solamiz. Keyin dalaga olib borib, bundan foydalanamiz. Bu eng yaxshi organik o'g'itlardan bittasi hisoblanadi. Nafaqat organik o'g'it, balki tuproqni fizik xususiyatlarini, suv sig'imini, kislorod aylanmashini ham bir-biriga moslashtirib, umuman olganda unumdor tuproqni hosil qiladi. Mana ko'rib oldinglar, yog'och chirindilari, boshqacha aytganda biogumuslar qanday tayyorlanishini. Albatta biogumusni tayyorlash texnologiyalari juda ham ko'p. Hali dalaga borganda tayyor biogumus qanaqa bo'lishini ham ko'rsatamiz, lekin tayyor biogumus ham shu nimadan farqsiz. Ko'rinishi bir xil bo'ladi. Bu yerda ko'rinish emas, asosan ilmiy asoslangan narsani tushunib olishimiz va uni qo'llashni o'rganib olishimiz juda ham biz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana bu yerda bitta qiziq narsani tushuntirib beraman. Hozirgi ekologik toza mahsulot yaratish bo'yicha mana tuproqda tuproq patogenlari deydi, bu kasalliklar. Tuproqda kasalliklar juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa monokultura bo'lsa, bir xil ekinni doim ekilaveradigan bo'lsa, o'sha ekinga xos bo'lgan kasalliklar juda ham ko'payib ketadi. U kasalliklarga qarshi kimyoviy vositalar ishlatmasdan nima qilishimiz mumkin degan savolga javobimiz shunday tuproq komponentlarini paydo qilishimiz kerak ekan, ular albatta o'sha kasalliklarga qarshi o'zi kurashsin. Bulardan bittasi mana perlitni ishlatish. Esinglarda bo'lsa, bundan 4 yil oldin men suvga solingan perlitni ko'rsatgandim. Mana o'sha perlit hali ham turibdi. To'g'ri suv ozgina ketgan, lekin e'tibor bersanglar, bu yerda suvda o'zgarish yo'q. 4 yildan buyon suv turibdi. Idishda ba'zida issiqda turadi, ba'zida sovuqda turadi. Mana necha yildan beri turibdi tashqarida. Lekin o'sha turish yashil rangga kirib ketmadi, idish iflos bo'lib qolmadi. Demak, bu perlitda patogen mikroorganizmlar, suv o'tlari yashamayapti. Mana bundan biz unumli foydalanishimiz kerak. Mana bu yerda perlitni o'zi mana juda ham yengil narsa. Albatta bundan foydalanganda ozgina ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu uchuvchan narsa, juda ham mayda uchuvchan bo'lganligi uchun mana o'zi ko'zga ham ko'rinadi. Mana shular ertaga dimoqqa yopishadi. To'g'ri, zaharli narsa emas. Bu inert narsa, lekin baribir odamda allergiya qo'zg'atishi mumkin. Bundan tashqari biz tuproqqa asosan ekilganda mana pH deydi, ya'ni tuproq nordonligini oshirish kerak bo'lsa, kokos to'rsidan ham foydalanish mumkin tuproqqa qo'shganda, lekin bular juda qimmatga tushib ketadi. Agar sizni yeringiz kichkinagina bo'lib, ekadigan narsangiz 4 ta 5 ta bo'ladi desa, bundan ham foydalanishingiz mumkin. Bu ham juda ham foydali narsa, ko'rgansizlar. Chirigan sari 2 yil 3 yilda yangi ustidan solib turishga to'g'ri keladi tuproqqa. Endi bu o'zimiz hozir tayyorlagan mana bizning biogumusimiz. Bundan zo'r narsa yo'q. Mana ko'rinib turibdi. Birinchidan bu tekin, ikkinchidan bu yoqqa borib yoqib ekologiyani buzmaysiz, hovlingizda chang to'zon ko'tarmaysiz, olib borib tashlab qo'yasiz. Namlik bo'lgan sari sekin-asta o'zi chirib boradi. Agar chirish jarayonini tezlataman desangiz, hozir juda ham ko'p mikroorganizmlar, effektiv mikroorganizmlar deydi, M preparatlar degan so'z bor. O'sha mikroorganizmlarni aralashtirilgan suv bilan agar buni namlab turilsa, chirish protsessi yana ham tezlashadi. Endi bu yerda yana ishlatishimiz mumkin vermikulitni, sapropelni. Endi u narsalar hammasi qimmat bo'lganligi uchun undan foydalanmaymiz. Davrimizning eng katta talabi bo'lgan yashil iqtisodiyotni qanday qilib qishloq xo'jaligida ozgina bo'lsa ham hovlimizdami haligi talablarini bajarishni hozir sizlarga ko'rsatib berdik. Bundan tashqari juda ham ko'p qiziq va foydali bo'lgan maslahatlarimiz bor. Kanalimizdan uzoqlashmang. Xayr, sog' bo'ling.
Biz ko'pincha arzon ma'nosida suv tekin iborasini ishlatishga o'rganganmiz. Lekin bugun suv tanqisligi o'ylanishga majbur qiladigan masalaga aylangan. 2030-yilga borib O'zbekistonda suv resurslari tanqisligi kuzatilishi mumkin. Bugun suv tekin emas. Shuning uchun biron bir o'simlik ekishdan oldin suvni isrof qilmaslik sharoitlarini o'rganib chiqish kerak. Zangiota tumanidagi hovlisida turli o'simliklarni parvarish qilayotgan Yulduz Shermatova ekish uchun tur tanlayotganda aynan mana shu jihatga e'tibor bergan. Xayrli kun, hurmatli ko'rsatuvimiz muxlislari. Mana bugun men yana Shermatova Yulduz, sizni xonadoningiz mehmoniman. Bugun men sizlarga o'zimni hovlimdagi yetishtirgan mana shu 10 yildan beri barvinok degan gulni ekkanman. Sizlarga ham shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Yil ko'chib kelgan paytimizda hovlida hech qanaqa daraxtlar bo'lmagan, lekin biza kelgan zahoti domdan ko'chib kelib, hovlimizni ko'kalamzorlashtirishni eng oson yo'liga harakat qilishni boshlaganmiz va chim ekishga jazm qilganmiz va turmush o'rtog'im shu sohada mutaxassislar bilan gaplashib maslahatlashdilar. Sizni hovlingiz qanaqa sug'oriladi? Ichimlik suv bilanmi, ariq suv bilanmi? Hovlingizda daraxtlar bormi? Salqin tushadimi deb so'rasalar, yo'q. Hovlimda hali bironta daraxt ekmaganman. Hovlini men ichimlik suvini isrof qilmagan holda ariq suv bilan sug'oraman deganlar. Unda siz gazon ekishingiz umuman mumkin emas. Agar siz chim ekadigan bo'lsangiz, sizni hovlingizda har 5 yilda uni almashtirishga to'g'ri keladi, lekin daraxt yo'q joyda u 5 yilga ham yetib bormaydi. Aruni suvi bilan sug'oradigan bo'lsangiz, u ham o'sib ketadi. Ham uni dorilarini nima berasiz, tez-tez strishka qilib o'rib turasiz. Uni o'ziga yarasha parvarishlari bor deb aytibdilar va siz undan ko'ra mana shu barvinokni olib eking, bir qator 10 dona ko'chatini olib eksangiz, butun hovlingizni egallaydi deb maslahat bergan ekanlar. Tezda biz ularning maslahatlariga quloq soldik-da, olib kelib 10 dona ko'chatini mana shu archani yoniga ekdik. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bizani hovlimizni ikkita tarafini ham, ko'chani ham ikkita tarafi mana shu barvinok bilan o'zidan o'zi ko'payib ketdi. Bu barvinogimizni 5 xil turi bor ekan. Bu bizanikini nomi barvinok большой. Boshqa barvinoklardan farqi bu sovuqqa chidamli ekan. O'shaning uchun bizani hovlida bu qishin, yozin ko'm-ko'k o'zini jozibasini yo'qotmaydi. Ham sovuqqa chidamli, ham juda issiqqa chidamli. U quyosh kuydirmaydi, ham siz suv bera olmay qolganingizda ham buni ildizi qurib qolmas ekan. Oxirigacha ham turar ekanda. Bu shunisi bilan kam e'tibor talabligi bilan bizga bu juda ham yoqib qoldi. Gavdasini faqat 30 santimetrgagina ko'tara olar ekan, keyin tashirkan. U gavdasini ko'tarib tura olmas ekan. U qattiq bo'lib, tikka bo'lib, qancha 1-1,5 metr bir yilda o'sgani bilan gavdasini ko'tara olmas ekan. Har 30 santimetr ko'targanda, tasharkanda, tashab yerga tekkan joydan ildiz otar ekan. Men buni alohida ildiz otish uchun alohida ko'chirib, alohida qalamcha qilib unaqa ish qilganim yo'q. Bu yana shunisi bilan menga yoqdi. Endi har yili bu may oyida gulga kirar ekan. Siyoh rang guli xuddi chuchmomamizga o'xshaydi. Bizani chuchmomaga o'xshagan rangi. Siyoh rang gullaydi. May oyida gullab 1 oy davomida sizni ko'zingizni quvnatib turadi. Gullab bo'lgandan keyin may oyidan keyin hammasini bir qator bir marta kesib chiqishingizga to'g'ri keladi. Xohlasangiz, qorda hech qachon yaxlamaydi. Faqat tarnovni tagiga ekib bo'lmas ekan. Bizani bir tarnov bor edi, tarnovni tagida turgan joyda tarnovdan tushgan suv yaxlaganda buni barglari yaxladi. Keyin suv ergandan keyin o'zini yo'qotdi, bu yulib tashlashga to'g'ri keldi. Lekin ildizi yaxlamadi. Faqat bargi nima qildi? Sovurdi, bargini sovurdi. U ham tarnovni tagida bo'lgani uchun. Har doim o'sgandan keyin meni bitta qiladigan ishim bu gul bilan mana shu bizani yuradigan joylarga ham o'sib ketaveradi. Kesib turaman. Bir qarich bo'lganda, vaqtim bo'lganda, bir xilda 1 metrgacha ham bo'lib ketadi. Vaqt bo'lmaganda shuni sekin atrofini kesib chiqib yuraman. Ko'p suv talab qilmaydi. Lekin tegini qachon qarasangiz, yerni namligini bushiydi. Yozda hovliga kirganingizda boshqa hovlilarda gup etib yuzingizga issiq ursa, hamma aytadi, "Hovlingga konteyner qo'yganmisan?" deydi. Chunki meni hovlim hech qachon qizib ketmaydi, yer qizimaydi, chunki yer quyosh nurini ko'rmaydi. Biz yashagan hududda
har doim erta bahordan kech kuzgacha ko'chamizda aruvda suv oqadi. Men bu barvinoklarni kichkina motor qo'yib, yozim bilan ariq suvidan sug'oraman. Shunda ham o't o'stirmaydi. Bu shunaqa kuchga egaki, men o'zim qoyil qolaman. Sug'orasiz ariq suvida, lekin hech qachon o't o'smaydi. Men bahonada o'zimizning ichimlik suvini ham iqtisod qilgan bo'laman, tejamkorlik qilgan bo'laman. Har tomchisini hozir tejash to'g'risida ko'p gapirilyapti. Agar men shu hovliga gazon ekkan bo'lganimda, men bu imkoniyatdan foydalana olmasdim. Har doim ichimlik suvi bilan sug'orishim kerak bo'lardi, chunki o't chiqib ketsa undan qutula olmaysiz. Aruvning suvidan foydalana olmasdim. O'shaning uchun men gazon ekmasdan barvinok ekkanimga o'zim juda ham xursandman. Kim kelsa ko'pchiligiga shuni tavsiya qilaman. Mana bu tarafda lola ekkanman. Chetini sekin ani reka bilan to'sib qo'ydimda, tez-tez kesib turaman. Agar bu barvinokni kesib turmasam, bu hovlini oxirigacha ham egallaydi-da. Men undan oldin ekib chiqqan edim lolani, mana shu uyni atroflariga, hamma burchatgan atrofiga bir pagonniy metr bo'yicha ekib chiqqanman lolani. Lekin bu o'sib keldi-yu, nimagadir lolalarim chiqmay qoldi hattoki. Demak, siz lolami, gulmi ekadigan bo'lsangiz, siz o'shani chegaralab qo'yishingiz kerak. Bu gul u boshqa narsalarga menimcha yashashga kun bermaydi deb hisobladim. Mana o'shaning uchun har doim qaychlab turaman lolani. Erta bahorda xudo xohlasa ko'rsataman. Bu yerda lola ochilib turadi, lekin men buni o'sib, uni bostirib ketishiga yo'l qo'ymayman. Chunki lola nobud bo'ladi. Yana sizlarga bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bu barvinokni ustiga barglar tushsa nima qilamiz? Supurib bo'lmaydi-ku, donalab terib yuramizmi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, aslo. Mana narigi tarafda ko'rganingizda xurmoni daraxtidagi barglari hammasi tushdi-yu, yomg'ir qorlarda sekin-sekin u o'zini tagiga tushib ketadi-da, o'ziga yana o'g'it bo'ladi. Organik o'g'itlar qatoriga kiradi. Termaysiz ham, supurmaysiz ham. Voy, men daraxtlarim bor, daraxtlarni tagiga eksam, barglarini nima qilaman degan o'y xayolga bormanglar. Tajribamdan kelib chiqqan holdagi o'zim uchun hovlimizning ko'rki bo'lgan doimo yashil o'simlik haqida sizlarga gapirib berdim. Men o'ylaymanki, sizlarga bu yoqdi. Hammanglar menimcha qiziqib qoldinglar. Bu barvinok nima ekan, qayerdan topsak bo'lar ekan deb. Bu unaqa qimmat turmaydi. O'sha bozordan bitta ko'chatini olib mana aytvaman, butun biz hovlimizni 10 dona ko'chat bilan butun hovli to'lib ketdi. To'g'ri bir kunda to'lmaydi. 2-3 yil ketdi to'lib ketishiga. Shu bilan sizlar bilan xayrlashaman. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizdan yiroqlashmang. Har bir o'simlikning gullab yashnashida iqlimga moslashuvi muhim ahamiyatga ega. Bizning iqlim sharoitimizga moslasha olgan manzarali butalardan biri bu Hind nastarini deya bemalol ayta olamiz. Yoz davomida shahar ko'chalarini bezab turgan mazkur butasimon o'simlikka albatta ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Uning nomi Hind nastarini. Uni iqlim sharoitimizga mos butalardan biri sifatida bemalol aytsak bo'ladi. Sababi yozning jazirama kunlarida ham Hind nastarini o'zining chiroyi va jozibasini yo'qotmasdan yashnab turganiga guvoh bo'ldik. Hozir bir 2 gektar yerga indiskiy seren eng ko'pi, keyin lavanda, xrizantema, keyin chivires, miyata va boshqa har xil gullarni ekkanmiz. Mana yetildi. Obodonlashtirishlarni va o'zi uchun oladiganlarni taklif qilamiz. Juda chiroyli gullarimiz ko'p. Kelib olib ketishlari mumkin. Indiskiy seren degan gulimizni mana o'zimizda ham mahalliy sortlari bor. Bu bizaniki boshqa davlatdan buni olib kelganmiz, qalamchasini. Buni qalamchasidan olib kelib ko'paytirdik. Hozirgi kunda mana shu 1 gektar joyga ekildi shu indiskiy seren. Xalqimizga yoqyapti. Buni yaxshi tomonlari biznikiga qaraganda rangi juda ham to'q, barglari ham qizilligi, katta yutuqlaridan qishimizda minus graduslarini 23 gradusgacha chidaydi. Yozni eng qattiq issiqlarga ham chidaydi yutuqlari. Keyin 1 yilda 6 oygacha gullab turadi. Yana uncha-munchaga haligi hasharot, kasallik tushirmaydi, beor narsa. Suvni ko'proq talab qiladi. Xalqimizga yoqyapti mana. Bir haftada bir marta sug'orib turamiz. O'sha suvni qancha yaxshi bersa, o'shancha guli ko'payaveradi. Buni 1 yil oldin issiqxona sharoitida
qalamchasini ko'paytirib, bu hozir 3 yillik ko'chat hisoblanadi. 3 yillik ko'chatini ekkanmiz mana. Erta bahor ekdik. Ekin mana hozirgi kunda gullab yetilib turibdi. 1 yillik ham gullaydi. Sal g'ovdasi kattaroq bo'lib gullasa, chiroyliroq bo'ladi. Hozir 20%chasini sotdik. Xudo xolasa, qolganini ham sotsak, nasib qilsa bir 300 million daromad ko'rishni rejalashtirib turibmiz. Bu asosiy katta yutug'i, birinchidan baridan o'zi gul bo'lib turadi, qizil bo'lib. Keyin yana katta yutug'i shu may oyidan oktyabr oyigacha tinmay gullab turadi. O'rtacha 6 oy gullab turadi 1 yil davomida. Buni ko'paytirganda o'zimiz sinash uchun sovuqqa ekib qo'ygan joyimiz bor edi. Anomal sovuqda 23 gradusdan baland ham bo'ldi, o'shanda ham sovuq urmadi. Ko'paytirish uslubi endi oddiyroq, osonroq yo'li shu qalamchadan. Qalamchadan ko'paytirsa bo'ladi, keyin urug'idan ko'paytirsa bo'ladi, keyin invertor yo'l bilan ko'paytirsa bo'ladi. Misol uchun, urug'idan ko'paytirganda nisbatan guli kamroq bo'ladi, yovvoyilikka tortib ketadi. Rangi ocharib ketadi, mana bu gullarini ham, bargini ham rangi ocharib ketadi. Bugun dunyoda shu invertor yo'l bilan ko'paytirish eng ommalashib ketgan anaqasi. Biz ham shu yo'l bilan mana bu yil ko'paytirib ko'rdik, natija yaxshi. Bu sohani ko'proq Surxondaryoda qattiq rivojlangan. Surxondaryodan kishi mutaxassisini olib kelib, o'sha bolaga oldiryapmiz. Taxminan tagida bir kamida 5 litrlik bo'lmasam undan kattaroq tuprog'i bilan olib ekilyapti. O'shanda bitta bargi ham tashamay yerda rivojlanib, keyingi ekilgan joylarda juda chiroyli rivojlanib ketyapti. Даже sezmay qolyapti ekilganini. Asosiy bu kun joyi xohlayotgan. Quyoshda gulining rangi yana ham chiroylilashadi. Salqinda nisbatan ocharib ketadi. Nisbatan suvni boshqa gullarga qaraganda ko'proq bersangiz, o'zingiz yutug'ingiz yana ham palay katta bo'lib, gul ochilib, tinmay ochilib turishligini ta'minlaydi. Gullab o'zi to'xtaydi-da, taxminan o'rtacha 3 metrgacha bo'lib o'sadi. Uzog'i bilan 3 metrgacha o'sadi. 3 metrdan keyin shoxlab dumaloq bo'lib, sharavidniy bo'lib o'sadi asosiy. Endi xonaki gul shaydolarini yaqinroq chorlaymiz. Xonaki gullar parvarishi bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega Ibrohim Ikromov ifori xushbo'y bo'lgan gullardan biri xo'ya haqida ma'lumot beradi. Hurmatli gul shaydolari, bugun men sizlarga barcha uchun yaxshi tanish bo'lgan xo'ya guli haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'ya gulining asl vatani Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari va Avstraliyaning g'arbiy orollari hisoblanadi. Xo'yani tabiatda 200 dan ortiq turlari mavjud. Bizda esa xona sharoitida O'zbekistonda 20 dan ortiq turlari xo'yani kolleksiya qiladiganlar yig'ishgan. Bizda xalqimizda eng ko'p tarqalgan turlari bu odatiy ingichka bargli xo'ya karnoza hamda xo'ya australis gullari hisoblanadi. Xo'ya guli lianalar oilasiga mansub bo'lib, u chirmashib o'suvchi gul hisoblanadi. Xo'ya uy sharoitida 2 xil usulda yoki deraza tokchalariga ip orqali chirmashib o'sadi yoki mana bunaqa arka hosil qilinsa, mana shu arkaga o'ralashtirib o'stiriladi. Xo'ya gulini xona sharoitida o'stirishda qo'yiladigan talablar: xonangizda harorati 15 gradusdan 20 gradusgacha bo'lishi kerak va yoz oylarida ham uni imkon qadar hovliga olib chiqish kerak emas. Xo'ya guli yelvizakni xohlamaydi. Yelvizakda turishi natijasida unda barg to'kilishi kabi noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun uni yil davomida bitta joyda o'stirgan ma'qul. Xo'ya guli yorug'lik talab gul hisoblanadi. Shuning uchun uni quyosh nurlari yaxshi tushib o'tadigan yorug' joyda saqlash kerak. Agar u qorong'i joyda turadigan bo'lsa, u gullamasligi mumkin. Gullash davri mart oyidan boshlab oktyabr oxirlariga qadar davom etadi. Qishda esa u biroz dam oladigan payt hisoblanadi. Shuning uchun ham yoz oyi, bahor oylari
dan boshlab kuz oylarigacha tagiga suv qo'yishda suvni yaxshilab beriladi. Qish oylarida esa sal kamaytirib, yaxshi chanqagandan so'ng suv beriladi. Qish payti gul biroz dam oladi. Bargiga tushadigan asosiy kasalliklar bu quruq issiq sharoitida bargiga kleyish yoki tilak kabi kasalliklar tushishi mumkin. Bunda o'ziga yarasha davo muolajalar bor yoki dori preparatlar bor. Ana o'shalar orqali davolanadi. Bu gulni qanaqa ko'paytirish mumkin? Ko'paytirish uchun mana shu o'sib turgan xo'yani 3 shoxi, 4 ta 5 ta bo'g'im, har bitta mana bu barg joyi bir bo'g'im hisoblanadi. Mana shu bo'g'imdan 4 ta 5 ta bo'g'im sanab kesiladi va uni torf va perlit aralashmasiga ekib, ustidan banka yoki stakan yopib, teplichka qilinadi. Mana bu ko'rib turgan gulinglar mana shunaqa holatda qalamchasidan kesib ko'paytirilgan xo'yani pestri sorti bor. Xo'ya gulini xalqimiz orasida ko'pchilik asalgul nomi bilan taniydi. Ya'ni u gullaganda o'ziga xos gullari xuddi yulduzcha shaklida bo'lib, undan shira, ya'ni shunaqa asalga o'xshash narsa ajraladi va uni yana gulini e'tiborli jihati hidi juda o'tkir hidga ega va u ayrimlarda bosh og'rig'i va hattoki allergik reaksiyalar chiqarishi mumkin. Shuning uchun uni juda yaqindan hidlash tavsiya qilinmaydi. Ushbu ko'rib turgan xo'yalar bu Gollandiyadan keltirilgan gul bo'lib, buni ko'rib turgan bo'lsanglar, baylari ancha yirik. Buni ayrimlar Stefanotis, ya'ni Madagaskar jasmini bilan bozorlarda yoki do'konlarda ko'rganda ham adashtirib yuborishadi, lekin buni yaxshilab xo'yani asl muxlislari, xo'yani qadrlovchilar buni yaxshi ajrata olishadi. Bu ham xo'yani bir turi bo'lib, shunchaki bu Gollandiyadan keltirilganligi va sartavoy narsa hisoblanganligi uchun buni barglari yirik va bu Madagaskar jasminidan keskin farq qiladi bu. Parvarish qiluvchi gulsevarlarda bir muammo yuzaga keladi. Ularning gullari bir necha yillardan buyon gullamayotganligini aytishadi. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, xo'ya yorug'lik sevar gul hisoblanadi. Gulni qo'ygan joyligi qorong'i joy bo'lishi mumkin. Ana o'shaning uchun u gul gullamaydi. Xo'yani imkon qadar quyosh nuri yaxshi tushadigan joyga qo'yishingiz kerak va albatta gullash uchun mineral udobreniylar, ya'ni tarkibida kaliy hamda fosfori bor qo'shimcha ozuqalar berish maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Xo'ya gulini qanaqa tuvakdan tuvaga ko'chirib o'tkazish kerak, bu ham muhim jihat hisoblanadi. Xo'yani ildizi asosan yonga qarab o'sadigan gul bo'lgani uchun unga tuvak tanlashda chuqur tuvak emas, qaytanga yoniga keng bo'lgan, o'zi esa pakana bo'lgan tuvak tanlanadi va o'shanda katta xo'yalarni 3 yilda bir marta mana bunaqa kichkina xo'yalarni imkon qadar har yili tuvakdan tuvakka ko'chirib o'tkazish kerak bo'ladi. Ko'chirib o'tkazayotganda qanaqa tuproq tayyorlash kerak? Tuproq tarkibi qum, kokos torfi, perlit, vermikulit va begumsdan iborat bo'ladi. Xo'ya parvarishida yana bir muhim jihat, uning barglariga suv purkash mumkinmi? Uni barglariga suv purkash mumkin. U barglarga purkalgan suvni yoqtiradi, faqat bir jihatni yodda tutish kerakki, qachonki u g'uncha chiqazib gullayotgan paytda suv purkash kerak emas, chunki suv purkalish natijasida yangi chiqayotgan g'uncha yoki ochilayotgan guli qorayishi va hattoki ochilmasdan turib to'kilib ketishi mumkin. Shuning uchun gullab turgan yoki g'unchalab turgan paytda suv purkalmaydi. Boshqa paytlar xonangiz issiq bo'lganda bemalol barglariga suv purkash maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizlarga beradigan maslahat va tavsiyalarim shulardan iborat edi. Men o'ylaymanki, sizlarga ushbu gullarni parvarishlashda bu maslahatlar albatta asqotadi va kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Ifori dimoqqa yoquvchi yana bir o'simlik bor. Uni hovlisiga ekkan kishining uyidan mehmon arimasa kerak. Bu qaysi gul ekan deysizmi? Bu haqda Muborak Dadaboyevadan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men sizlarga shu bugun mushkambar haqida gapirib bermoqchiman ozgina. Chunki bizda mana masalan Toshkentda mushkambarni bozorlarda ko'p sotishadi-da, ko'pchilik olgan, biladi.
man yaqinda shu viloyatlarga borganimda ularcha unchalik bilishmas ekanda mushkambarni. Bizlardagilar yaxshi bilishadi. Men aytdimki, rosa chiroyli zo'r gul dedim, tushuntirdim. Ularga endi o'shanda ular iltimos qilishdi-da, siz bitta ko'rsatuv qilib bering, hammamiz ko'rib o'tiramiz deb. O'zingiznikini ham ko'rsatasiz deb. Bu mushkambar o'simligi Cestrum deyilar ekan. Nocная красавица. Bizlarni endi o'zbeklar endi buni mushkambar deb qo'yishgan, chunki hidi bu kechqurun hid chiqaradi-da. Bu gul mana yozim bilan o'sadi. Boshqa shoxlaydi-da. Sentyabr oyidan boshlab mana bunaqa ko'ringiz gullari hech anaqa ko'ramsizgina oq gullar mayda o'sha keyin kechki payt kechqurunlari yoqimli hid chiqarar ekanda. Buni masalan Yevropada ham ko'p ekan bu gul. Ular buni nashna jasmin deyishar ekan. Ana jasmin guli bor-ku, o'shanga o'xshagan juda anaqa yoqimli hid chiqarar ekanda. O'shanga men o'tgan yil bitta ekkan edim, bu yil hovlimni to'ldirib yubordim. Bir 10 tachasini ekdim. Bu gulni bitta nima tomoni bor ekanki, qarang, buni to'yga ekish kerak. Chunki bizani qishda bu o'ladi. O'shaning uchun buni to'yga ekasiz. Keyin ochilib bo'lib, kuzda baylarini to'kishib, sovuq boshlanganda kalta qilib qirqib tashlaysiz-da, o't-butga olib kirib qo'yasiz. Men bu ichkari xonaga, men hovlida qolmasin, endi hovlida qolsa muzlab qolishi mumkin. Ichkariga olib kirib qo'yasiz. Juda ham suvni yaxshi ko'rar ekan. Suv bir kun suv quymasangiz, bechoragina xafa bo'lib qoladi va shunday baylar yotib oladi. Yaxshilab suv bo'ktirib kunda suv quyish kerak ekan. Lekin tez o'sar ekan. Mana bunaqa shoxlab ketar ekan. Olganimda bunda kichkina edi shular. Qarang, qanaqa katta bo'lib ketibdi. Aytdim-ku, o'tgan yili bitta oldim. Uyimdagilarga hammasi yoqdi. Kimki darvozadan kirgan odam qo'lingizdan qanaqadir bir nafis hid kelyapti deyshadi-da. Men aytdimki, mana shu mushkambar. Bekorga mushkambar deb qo'yishmagan. O'shaning uchun mana sizlarga ham mana shuni tavsiya qilaman. Mana shu guldan olsanglar. Nega buni ko'paytirish ham qiyin emas ekan. Shoxini olasiz, xuddi boshqa gullarga o'xshab shoxini olib, shoxidan qalamcha qilib ko'paytirsangiz ham bo'lar ekan. Men bir qilib ko'rdim, bexato ko'p nima qildi, ko'paydi. Tanishlarimga berib yubordim, mana sizlar ham ekib ko'paytiringlar deb. Shu iltimos bo'yicha mana shu sizlarga shu gul haqida qisqacha ma'lumot berdim. Sizlar bilan shu bilan xayrlashaman. Mushkambar ekinglar. Bizda xushbo'y o'simliklar mavzusi davom etadi. Bu ro'yxatdan o'rin olgan yana bir o'simlik bu lavanda. Bo'stonliqdan Feruza opa lavandani uy sharoitida qanday qilib ko'paytirishni oddiy va oson yo'lini bizga ko'rsatadi. Marhamat. Mana bugun lavanda gulini uy sharoitida qanday ko'paytirishni o'rgataman. Bu yerda mana bu yangi shoxidan olamiz lavandani, mana bunaqa. To'yda qishki kunida ham o'stirsa bo'ladi buni. Bu lavandani mana baglarini olib tashlaymiz. Baglarini olib tashlab, bu nafas olish kerak. Tepasida bag qolish kerak buni. Mana bunaqa qilib karnabiginga solamiz. Ildiz olish uchun mana tuprog'im tayyor. Mana shu gul ekishga tayyor qilingan o'g'itlari bor. Oddiy tuproq, qum aralashtirilgan. Buni mana bunaqa ekamiz. 4 tagacha ekish mumkin bitta tuvaga. Suv quyganda bu joylashadi tuvaga. Lavanda joylashib oladi. Keyin men bakalashkani to'nkarib, bu lavanda 70 kunda ildiz otadi. Buni uy sharoitida ko'paytirish mumkin. Xohlovchilar ekib ko'rish mumkin. Kayfiyatingizni ko'taradi. Keyin buni gullaridan foydalanish mumkin. Yastiqlarga solish mumkin. Asablar tinchlantiradi. Mana bu bakalashkamiz bug'lanib, o'zini o'zi sug'aradi bu. Yangi baglar chiqarib o'sishni boshlaydi o'zi, bilinadi o'zi. Chiroyli bo'lib, yashil tusga kiradi. 3 kun 4 kunda bir suv quyish kerak. Issiqxonada saqlanadi bu qishki kunda. Bakalashkasini olib tashlaymiz ildiz otgandan keyin, o'zi chiroyli bo'lib o'sishni boshlaydi. Bahorda yerga ekish uchun tuvagidan sekin yonlarini yumshatib, yerni tayyor qilib, yerga eksak, yerda shar hosil qilib o'sadi, chiroyli bo'lib. Tuvaga eksangiz, xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz xonaga qo'yasiz, xohlasangiz ko'xnangizga qo'yasiz.
Bu juda ham kayfiyatni ko'taradi. Hidi juda ham yoqimli. Hammaga yoqadi degan umiddaman. Siz ham mana shu usuldan foydalanib ko'ring. Savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Mutaxassislarimiz bergan ma'lumotlar bog'ingizni gullab yashnashiga xizmat qilsa, biz bundan xursandmiz. Bog'aro yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.